Assalomu alaykum. Xitoy chorva texnikalari kanalimiz obunachilari va doimiy bizlarni kuzatuvchilar. Bugun katta aksiya e'lon qilyapmiz. Mana shu ikkita modelimizga. Bularni hozir obzorlari bilan ko'rsatib o'taman va aksiya shartlarini tushuntirib o'taman. Bugun 16-noyabr, 26-noyabrgacha aksiya e'lon qilamiz. Bularni hozir obzorlarni qilib o'taman, qanaqa modelligini sizlarga tushuntirib o'taman. Videomizni oxirigacha kuzatib boring, chunki oxirida bularning narxlari va bularning ishlash jarayonlarini qo'yib boraman. Bularni hozir obzor qilib har birini tushuntirib o'taman va birinchi navbatda mana bu 88 kilolik mana universal drabilkamiz obzoridan boshlaymiz. Buni mana ichlarini ko'rishingiz mumkin, mana joylashishini. Kalyonni pichoqlar bilan jihozlangan. Bu ham don, ham hashaklarni o'tkazadi, maydalaydi. Ikkita lenta bilan harakatlanadi va moylanadigan podchimniklar bilan jihozlangan. 4 kilovatlik motor, tepasi datchigi bilan ko'rishingiz mumkin. Mana переключательlari bor, o'chirib yoqadigan bemalol ko'rishingiz mumkin. Og'irligiga keladigan bo'lsak, parametrlariga mana qarang, 88 kilo o'z tepasiga yozilgan. Bao kompaniyasiga tegishli. 25-yil 10-oy chiqqan sanasigacha ko'rsatilgan. Bular eskidan qolib ketgan modellar emas hech qanaqangi. Mana bu tomondan bemalol hashak solishingiz mumkin. Bu tomondan don mahsulotlarini solib, mana bu ligirovka qilinadigan joylari bor donlarda. Ham donni o'tkazadi, ham quruq va ho'l hashaklarni o'tkazadi. Sitkalarga keladigan bo'lsak, mana 4 ta sitkasi bor, ichida yana bitta sitkasi bor, yopiq sitkasi, 5 ta sitka bilan jihozlangan bular. Keyin Akola drabilkamizga keladigan bo'lsak, buni olganlar, ko'rganlar videolarimizda, ko'rgan avvalgi videolarimizda mana parametrlarni ko'rishingiz mumkin. Buni ham xuddi shunday. 70 kilo, umumiy og'irligi mana 90 kilo motori bilan. Mana ko'rishingiz mumkin, 208 tonna soatiga chiqarishga mo'ljallangan. Bular faqat quruq va ho'l hashak chiqazadigan, hashakni o'tkazadigan drabilka bu. Bunimiz ham don, ham hashak chiqazadi bular. Narxlariga keladigan bo'lsak, bularni aksiya narxlariga keladigan bo'lsak, videomizni oxirigacha ko'rib boring. Hozir videolarni qo'yamiz, buni ishlash jarayonlarini videoning oxirida narxlari bilan sizlarga ko'rsatib beramiz. Bularni aksiya narxlariga keladigan bo'lsak, 16-noyabrdan 26-noyabrgacha eng chiroyli narxlarda bizlarda bunaqa narxlar 88 kilolik universal drabilkamizni 2,5 million qilib beramiz. Akola drabilkamizni 1.30 lik, ya'ni 208 tonnalik Akola drabilkamizni 3 million 400 narxda beramiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana shu narxlarda 10 kun muddatda bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Bir bog' quruq soyamizni o'tkazdik. Mana ko'ryapsizmi? Xuddi yagordek maydalaydi. Bemalol qo'y, mol, hamma narsa bemalol yeydi. Hech qanday nishqort qilmaydi buni. Ko'ryapsizmi qanday mayda qilib beryapti. Hozir sizlarga buni mana bu bunkeridan solinadigan
bunga qo'shimcha oziqalarni o'tkazib ko'rsatamiz. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hozir yana bir bog' presimiz bor, anaqaniki. Moshtiki. O'shani ham o'tkazib sizlarga obzor qilib beramiz. Akalar mana o'tkazdik, qarang, somon, keyin moshti presini o'tkazdik. Juda ham qattiq edi moshti presi. Mana ko'ryapsiz qanday mayin qilgan. Mayin bo'lgan, mana somon bilan aralash bo'ldi hozir. Mana moshti presini qarang, mana moshti presini. Yumshoq. Qo'lingiz bilan ishlasangiz mana yumshoq bo'lib ketgan. Qattiq cho'p bo'lib yotibdi. Bemalol yeydi. Umuman nisqirt qilmaydi buni. Mana novoz boqadiganlar bo'lsa ham, sigirlar boqadigan bo'lsa ham, har qanday molga yiqadigan yemish qilib beradi buni. Hozir buni tepasida bo'ngiridan bunga qo'shimcha oziqalarni o'tkazib ko'rsatamiz yana hozir. Hurmatli obunachilarimiz, yana bir bor eslatib o'taman, bu aksiyamiz 16-noyabrdan 26-noyabrgacha davom etadi. Mana shu ekranimizdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.